videoda biz kim telefonni sindirib olsa 10 million so'm yutadi challenge-ni olamiz. Agar sizlar menga nimaga aynan bu telefonni tanlading deb savol bersanglar, men sizlarga bu Honor X9D telefoni juda mustahkamligini aytmoqchiman. Ishonmasanglar, mana bu videoni o'zingizlar ko'ringlar. Mana shu videoda o'zingizlar ham ko'rib turganingizdek, telefonni tog'ning ustidan tashlab yuborganda ham sinmabdi. Mana bu yerda suvga ham chidamli. Mana bu videoda esa traktor ustidan bosib ketsa ham telefonga hech narsa qilmadi. Va shuning uchun ham biz eksperimentlarimiz yordamida telefonni biz olsak 10 million so'mni qo'lga kiritamiz. Va bu videoda biz bu telefon rostdan shunaqa baquvvat va mustahkamligini tekshirib ko'ramiz. Juda qiyin challenge'larni o'ta olsa, men bu telefonning YPNgisini hali ochirmaganini obunachilardan bittasiga sovg'a qilaman. Shuning uchun video oxirigacha ko'ringlar, balki menga telefonni yeb olarsizlar. Erkinchi video boshlashdan tanishtirib o'taman. Ismingiz? Sadulla. Men 18 yoshdaman-da, Toshkent shahridaman. No, xolos o'rtoqlar, obunachilar video olib chiqaman degandim va obunachi agar yaxshi bo'ladi bo'lsanglar, Sadulla yaxshi bo'ladi deb komment yozib qoldiringlar va bu men Maqsudman. No, Krisa Maqsud qanaqa. Ну, hamma bolalar qaranglar. Mana shu telefonni ko'rib turibsizlar. Umuman simli deyishyapti. Давайте boshida eng oddiy challenge o'tkazamiz. Ya'ni mana bu yerdan tashlab yuboramiz. Ekrani bilan просто. Chunki o'rtoqlar просто shunchalik uchun Honor kompaniyasi agarda biz bu telefonlarni, xuddi daftarchasida aytilgandek biz olsak, 10 million so'm berishmoqchi o'rtoqlar. Hamma boshida просто tashlab ko'ramiz. 3, 2, 1 ket. Sindi menimcha. Yo'q, sinmaydi. Stiklosi bordi. Stiklosi yo'q, faqat chexoli bor. Chexoli ham odatiy hamma chexol bilan ishlatadi. Shoshmay, buni men bunaqa qilish mumkin. Ishonmasam mana, masalan, tennis o'ynayotgan paytimiz, bilmasdan telefon voy tushib ketdi. Voy, sindi. Yo'q endi. Yo'q, qara. Ishlayaptimi? Ishlashib o'tib tursin, даже qirilmadi ham bu. Shunday qattiq tushyapmanmi? Ana endi ham o'rtoqlar biz bu Honor X9D telefoniga tayyorlangan ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Ketdi tepaga. Va albatta o'rtoqlar videoga like bosib qo'yinglar. Chunki agar bizning omadimiz kelmay qolib bu telefonni sindirib olmay qolsak, va'da berganimdek bu telefon YPNgisini obunachilarimga sovg'a qilaman. Va buni atishning sharti bor. Birinchi shart albatta videoga like bosish, ikkinchi sharti kommentariyaga Honor deb yozib qoldirasizlar. Uchinchi sharti esa mani Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki aynan Telegram kanalimda g'oliblar aniqlanadi. Lekin agar biz sindirib olsak, biz 10 million so'mga bo'lamiz. Masalan, Sadulla, nima deb o'ylaysiz? Nima qilib bu telefonni sindirib olamiz? Давайте bo'lmasa ustiga nayza otib ko'ramiz darsda. Mana bundanmi? Da. Давайте ekran bilan qo'yamiz. Ataylar. Qarang mana. Ekran ishlatib ko'rasizlar. Ekraniga tegib, ekran sinib ketarmidi? Men 10 million yutgan bo'laman shunda. Yo'q, bo'lishamiz. Mana obunacham shunaqami? O'rtoqlar, Sadulla yaxshi bo'ladi, kommentga yozdinglarmi? O'chib tashlaylik. Xo'sh, mana do'stlar, biz Honor X9D telefonini otadigan narsamizga qo'yib oldik va hammamizda ikkitadan o'qimiz bor. No, men yutaman deb o'ylayman buni. Unda men birinchi otaman. Shu, men oxirgi o'taman. Ket. Birinchi udar, tekqizdingiz. Telefonni tekqizish kerak. Bo'ldi, hozir tegadi. Ana endi bo'lmasam Maqsud navbatda. Tayyormisan Maqsud? Da. Ot. Ot normalniy. Qoch. O'zim hozir bu 10 million so'm naqd qilaman. Birinchi challenge o'zida yutib ketamiz. Qara mana. Ikkinchisi. Voy. Yo'q, qanaqasiga men tekkiz olmasligim mumkin? Stop, qochmashda yaqin atilib o'taman. O'rtoqlar mana, bu yoqqa. Даже skochmani yirtilib qoldi, ko'rasizmi? Ana endi telefonni qaraymiz. Balkim qora dog' tushib qolgandir. Yo'q. Javob beraman, buni stiklosi bor. Mana qaranglar. Mana chexolni yechamiz. O'zi tekshiring, stiklosi bormi? Yo'q ekan. Даже shunday ham cho'loq qilmayapti bu telefon. Hammaylar bo'lmasam chexolni kiydirib tepaga chiqamiz. Chunki biz bundan ham qiyin eksperiment olib qo'yganmiz. Ketdik tepaga. Let's go. Va aning bo'lmasam do'stlar, navbat bilyardligi. Bilsanglar bolalar, bilyard har bir toshi o'rtacha 400 gramm. Voy. Mana shu ustiga tushsa-chi, ha? No, okey, cho'loq qilmagani yo'q. Lekin men betdan tashlamchi. Давайте. Sindi. Chiqara. Nima bu? Chang ekan. Hop. Va? Normalniy. Hammaylar. Bu qanaqadir oddiyroq, shuning uchun ham ursa juda kuchli uradi. Bilsanglar, urganda qo'ling tegib ketganmi? Da. Qo'lni o'zi ham sindirib tashishi mumkin. Shuning uchun ham ana endi biz telefonni shu udarga qo'yamiz. Lekin bola Honor kompaniyasining aytishi bo'yicha bu telefon eng baquvvatda, ishonsizlarmi? Shuning uchun ham biz sindira olmayapmiz. Yo'q, prosta tasavvur qilinglar, ular shu darajada telefon baquvvatligiga ishonadiki, даже menga 10 million berishga tayyor agar sindira olsam. Qani qattiqroq uring unda. Mana. Qani? Xo'sh, 10 million ishlab topdik. Billa, bunga cho'loq qilmayapti. Shoshma, qani? O'tvordim даже. Mana buni qara. Nima bu? Baribir singani yo'q. Da ikkinchidan tashlab yuboramiz. Давайте. Qani kelgan olgin pastni? Rostdan ko'rsa ikkinchi etaj degan. 3-etajmi bu? Ana endi bo'lmasam do'stlar, bu qo'limdagi Honor X9D telefonini 3-etajdan pastga tashlaymiz. Oy. Qo'chib ayt mana. Hammasi ishlayapti, to'g'rimi? Yepingi telefon mana. Mana o'rtoqlar hamma yo'q ishlab turibdi va bu ketdi. Menimcha o'zi sindi. 1, 2, 3 tashladim. Voy, o'rtoqlar! Nimalar ketdi tushib? O'rtoqlar. Nima bo'ldi? Hech narsa qilgani yo'q. Qanaqasiga? O'zingizlar ko'rdinglarmi? 3-etajdan tushdi. Ammo o'zi bo'ldi, sindi deb o'yladim men. Qaranglar, yoqib ko'raman mana.
Bemalol mana ishlayapti. Bu qanaqa telefon bu? Do'stlar, ko'rib turganingizdek, 3-etajdan tashlasam ham telefonga hech qilmadi. Yo'q, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Va ana endi bo'lmasam, sauniga qanaqasiz? Bemalol 70-80 gradusgacha chidab beraman. Telefondan ko'p tura olasizmi? Bemalol telefon-ku. Sen bo'lsam o'rtoq, ana endi telefon bilan savdolarni birga sauniga qo'yamiz. Qani kim ko'proq chidar ekan? Lekin Honor aytishi bo'yicha bu bemalol qaynoq ham chidar ekan. Va to'g'risini aytsam, alam qotdi menga bu telefonni sindirolmayotganimiz, chunki 10 million so'm olardik. Agar sindirolmasak ham, obunachilarga bittasin beramiz, ha? Da. Bu uchun o'sha boyagi 3 ta shart orqali birinchi shart albatta videoga like bosing, ikkinchi sharti kommentariyaga Honor deb yozib qoldiringlar. Uchinchi sharti esa Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. No, davayt o'rtoqlar. Shoshma. Qani bitta o'tib ko'ring, arkasini qolar. Ketdi. Hech yo'qmaganda. No, qamayli. Ana endi bo'lmasa sauniga ketdik. Qarang. O'rtoq, hozircha gradus o'sha 50 gradusgacha ko'tarilib ketibdi. Va qaranglar, savdolar bilan birgalikda biz Honor X9D telefon ham qoldiramiz. Mana o'rtoq, mana ishlayapti. Ishlayotgan telefon. Va ketdik, ana endi bo'lib yanada qizdiramiz, tayt. Короче, menga omad tilaylar, ish qilib tirik chiqing, undan battar qorayib ketmang. Yutaman deb o'ylaysizmi o'zi? Конечно, yutaman. Men o'z shunga kelganman-ku. Yo'q, shoshma, oldin siz to'ldiring. Oh! O'rtoq, telefonga ham sudedi, lekin bizga farqi yo'q. Bu telefon любой narsaga chidaydi. Juda mustahkam. Oy, buni suketsangiz, operator chiq. Suketdi. O'rtoqlar o'sha ichkari tutab ketdi. Nima bu, o'rtoqlar, nima bu? Va bo'shanish bilan o'rtoqlar biz bilib olamiz. Telefon issiqqa ko'proq chidaydimi yoki odam? Menimcha Sadulla ancha issiqqa chidaydi. Telefon yutqizsa ham kerak. No, sizlar nima deysizlar o'rtoqlar? Xuddi shu paytda komment yozinglar. Odam issiqqa ko'proq chidaydimi yoki Honor'ning bu modelini, ya'ni telefonmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ey, nima bo'lyapti? Chotki. Chottamga qarab chotki dedi. Menga yoqmadi. Bu shu uchun ham yanada ko'p suv olib sepamiz. Mehmonga keldik. Voy bola! Chidang Sadulla, yutasiz siz, chidang. O'rtoq, shu men ham tillab ketdim. Issiqqa qaranglar. Va kameramiz ham portlanib ketdi. Hamma ichkarida savdo nima gap? Ha? Nima? Tillab ketgan qarang, futbolka qo'lib ketdi. Kuygandek bo'ldim agar. Taslimisiz? Da, lekin u dal chidolmayman o'sha. Va hamma telefonni ko'ramiz. Voy, gradusini qaranglar. 70 gradus bo'lib ketdi uni qarang. Seryoz oshish ketdi. Hop, mana. O'rtoqlar, telefon usti suv bo'lib ketgan. Bu telefonni hozir ko'ramiz, qaranglar. No, telefon kaka 5 ta ishlayapti. Telefon bilib qo'y. Bu dunyo sandan ham mandan ham oldin bo'lgan. Sandan ham mandan ham keyin qoladi. No, hammaylar va bu payt telefon ma'marasini qaranglar. Va hammaylar do'stlar ko'rib turganingizdek, biz bu sinov bilan ham telefonni buzolmadik, naborot biz o'zimiz yutqizib qo'ydik. Shuning uchun endi tezda keyingi sinovga o'tamiz. Do'stlar, hozirgina Sadulla bizani Honor telefonimizga yutqizdi. Saunada. Saunada to'g'risini aytsam, men ham yutqizgan bo'lardim. Va ana endi bo'lsam do'stlar, biz yanada qiylashtiramiz. Ya'ni mana bu shishali bakradan qurilgan piramida. Va biz bu piramidani 1, 2, 3 qadamdan turib telefon bilan urib piramidani sindiramiz. Kim piramidasini tezroq sindira olsa, o'sha yutadi. Shunaqa challenge. Va endi ko'ramiz, qanday bo'lar ekan. Hamma qoidani tushundimi? Kim agar sindira olsa, keyingi qiynoqni o'sha odam belgilaydi. No, agarda u odam uni topgan qiynoqda bu telefonni bardosh bera olmasdan sinib qolsa, no, o'sha odam 10 million oladi mayli. Hop, bo'lmasa dayt bir chul kim uradi? Dayt o'zingiz urib bering aka. Давайте. O, men lekin yoshligimda yomon tosh otar o'ynaganman. Qara, mana, ket, mana. Qarang o'rtoqlar, bakallar sinib ketdi. Telefonchi? U chang faqat. Qanaqasiga mana bunaqa? Bakal sinib ketdi, lekin telefon sinmadi. Hammaylar, ana endi keyingi ishtirokchi. Va men hamma bakal yiqitdim. Va agar sizlar yiqitmasanglar, hammasini men yutaman. Ana endi kim navbati? Boshlab bering Sadulla. Davay, Sadulla qatnab shu yerda yuting. Siz bittasini sindirganmisiz, men hozir bash 6 ta hammasini sindiraman. Stop. Bittasi qoldi. Bu kim mayli, men bilan qimillamadi. Lekin mana bu sinib ketdi bir-keyin. A telefonchi? Mana bu yerda yo'q, qirilibdi. Men mana shishasi ham kirib qopti, lekin sinmagan bu. Yo'q, orqasi. Yo'q, orqasi ham sinmaydi. Bu telefon nima bu? Mana bu turishini qaranglar. Eng qizig'i, agar hozir Maqsud ham hammasini yiqita olmasa, men yutaman challenjda. Va endi bo'lmasam do'stlar, Maqsud navbati, mana telefon. Hozir Sadulla bittasini turgizib qo'ydi, men hammasini yotqizib tashlayman. Tayyormisizlar? Davay. Degani yo'q. Va telefonni lekin o'tirdi. No, telefonga qardaganda hech bo'la qilmayapti. O'rtoqlar, bu telefonni masalan, pul soniq tashib yuborsam ham hech bo'la qilmaydi. Ko'rasizlar mana. Hech bo'la qilmayapti telefonga. Nima bu? Mana bu qarang. Yana bakal sindi. Lekin telefonga hech bo'la qilmaydi. Faqatgina chang botdi xolos. No, bu tabiiy. Va biz yana telefon sindira olmadik va 10 million olmadik. Lekin bu challengedan men yetdim. Ana endi men bu telefonni o'zim xohlaganchisiman. Va ana endi navbat bizning navbatdagi sinovimizga va bu Honor X9D telefonini ana endi biz kir mashinada sinab ko'ramiz. Ya'ni mana bunaqa kir mashinada. Mana kirib tashlaymiz va ana endi bilasizlar nima? Telefonni ham qo'shib olamiz mana. Uxti, menimcha telefon aylantirib ezib maydalab tashlaydi. No, to'g'risini aytsam shunaqa bo'lsa, biz 10 million ishlaymiz. Va biz o'rtalar mana bu kir mashinani kiyimlarni olib tashlaylik va mana telefon ishlab turibdi va telefon solib qo'yaman, qara. Telefonlar shu qara. Ket qolib yopib qo'yamiz. O'zi 5 minutdan keyin maydalangan holini ko'ramiz. Ana shuni qara.
qopqon olib qo'yamiz, ketdik. Let's go. 5 minutdan keyin kelamiz. Va endi bo'lmasam do'stlar, bizni bilyard challenge-ni qilmoqchimiz va bu challenge yutqizgan odam muzdek basseynga tushadi. Va ashar bo'yicha bu Honor X9D telefon suvga juda chidamli ekan. Oramizda kim ko'proq suvga chidamli? Buni ham sinab ko'ramiz va challengeimiz qoidasi quyidagicha. Prosta toshlarni urib, teshig'iga tushirish kerak. Kim oxirgi tushirsa, o'sha odam muzdek basseynga tushadi. Hamma tushundimi? Davay. Sen birinchi yo'l o'zim urish bosh beraman. Hop. Bo'ldi. Oh, yes. Bo'ldi, men bu challenge yutdim. Ana endi kelinglar qoldinglar, davay. Va endi meni navbatim men mana shu koptog'i tushiraman. Qani? Maqsud Krisa deb yozib qo'yish kerak. Hamma savdolar oxirgi imkoniyatingiz foydalaning. Hozir qaynoqqina saunadan keyin agar hozir tushirolmaydigan bo'lsam, muzdek basseyn sakrashga to'g'ri keladi. Savdolar bizdan challenge'imizni qildi va endi keling. Stop, telefon nima bo'ldi? 10 minutdan beri qolib ketdik-ku, qani? Hali ham ishlayapti bu. Telefon ekran o'chib qolibdi, qara. Yes, menimcha bizni 100% 10 million ishlab oldik. Da buzildi. Telefon olamiz, qo'l va yoqib ko'ramiz. Qani boshqaringchi? Terminator. Hop, biz hozir telefonni suvga bemalol chidashini bildik. Ya'ni mana suvga tiqqandan keyin ham ishlayapti. Savdolar qancha ketishini hozir ko'ramiz. Ketdik, chiqdik. Ketdik. Endi bo'lmasam navbat basseyndagi challenge-ga. Shuning uchun ham endi siz mana shu basseynga tushasiz. Basseyn suvga yetarlicha muzli va bu muzli basseynda siz bilan birgalikda Honor telefoni ham bo'ladi. Va bu Honor telefoni birgalikda qani ko'ramiz qanchaga chidaysiz. Ko'proqga chiding, bizga 10 million so'm kerak. Men aniq chidab bera olmayman, chunki men o'zi oldin постоянно o'zi shunaqa basseynga borib yurganman. Agarda shu gapingiz rost bo'lsa, Honor X9 telefon o'zi suvni ichida. O'ra. Va endi bo'lmasam telefon o'sha suvda va siz nima deysiz? Tashlang. Va qani ko'ramiz suvda kim ko'proq tura olar ekan. Hoppa! Suv qalay, sovuqmasmi? Normal. Yana necha minut chidab olmayman deb o'ylaysiz? Bemalol yarim soat, 1 soat. Hali ko'ramiz. Menimcha hozir oyog'ini tomiri tortishib qoladi, baribir suvdan chiqadi. Eng qizig'i telefon buzilib qolsa-chi bu paytda 10 million so'mlik bo'lamiz. Da. Yes sir. Shuning uchun ham qancha ko'p kechirsangiz shuncha yaxshi bizga. Telefonni oldi va yonyaptimi? Ishlayapti. Va telefonni yana qayta suvga tashlaymiz. Ekran yonib turibdi eng qiziq. Qani kamera yonib qoldi. Nima bo'pti? Cho'tki hammasi. Savdolar chetda qaytmasmi-ku bugun ha? Men bugun 10 million so'mlik kelganman. Olib ketaman ham. Bu buzilib qolishi kerak emas, aynan bu yerda. Siz buzilib qolishingiz mumkin kasal bo'lib bu suvda. Kasallik davra bo'lmaydi. O'sha kasal bo'ldi. Oradan 10 minut o'tgandan keyin esa chiqyapti. Oyog'imdan tosh qoldi o'tdi. Hop, telefonni kim olib chiqadi? Davay telefonni olib chiqing. Va telefon ishlayapti o'rtoqlar, shuncha payt suvda turib ham ishlayapti u. Hamma o'rtoqlar suvda ham ishlayapti. Va endi o'zim yanada qiyinroq ekstremal challenge-ga o'tamiz. Bexkeli. Omar aka telefonni men betga tashlab ketdi. Hozir bitta narsani aytmoqchiman, yuringlar. O'rtoqlar, bular shunaqa jinnilik qilib yotgan paytda 10 million so'm meniki bo'ladi. Hozir qaranglar. Issiq suv. Bu issiq suvda ekranlar kuyib, umuman ishlamay qoladi va 10 million meniki bo'ladi, o'rtoqlar. Va endi mana shu idishga telefonni qo'yib, ustidan issiq suvni solamiz. Buni qaranglar mana. Prям bug'lari mana chiqib turibdi. Buni ustidan quyamiz. Ozgina vaqt tursin o'zi kuyib ishlamay qoladi va 10 million so'mni men yutib olaman. Va buni bug'i chiqib ketmasligi uchun ustini mana bu bilan yopib qo'yaman. Va 5 minutdan keyin o'zi ochib qarasam telefon ishlamay, bu o'yinda men yutgan bo'laman. Va shunaqa qilib oradan 5 minut ham o'tdi. Qani buni ustini ochib ko'ramiz. Mana bu narsani qaranglar. Bu nima bu? Telefonning nimasidirmi? Va qani, menimcha 100% bu buzildi. Nima deb o'ylaysizlar? Buzildimi, buzilmadimi? Meni rejam o'xshamadi o'rtoqlar. Bu degani 10 million so'm meniki bo'lmadi. Bu telefonni qanaqa nima qilsa buziladi? O'zingizlar masalan kommentariyada ham yozib qo'yinglar, nima qilsam bu telefon buziladi. Nima ham qilardim? Qani endi bolalarning oldiga boraman yana qaytib. Men endi bo'lmasam o'rtoqlar, navbatdagi eng qiyin challenge, ya'ni 3 ta korobka nomlanadi va biz bu korobkalarning bittasiga Honor X9D telefonini solamiz. Chunki ko'rib turamizki, shuncha challengedan keyin ham telefon ish qilmayapti. Shuning uchun ham olib istalgan bir korobkani ichiga solamiz telefonni va korobkani yopib, aralashtiramiz. Hech kim ko'rmaydi va oxirida o'zimiz xohlagan korobkamizga mana shu bilan bokchimizni uramiz. Chunki o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, почти kun bo'yi harakat qilib biz bu mustahkam telefon sindira olmaymiz. Va aytgancha urayotgan qurollarimiz ham oddiy emas. Va do'stlar, bu qurollarning qanaqa baquvvatligini hozir o'zingiz ko'rasizlar. Kola va ananas. Shularni hozir urib sinab ko'ramiz. Kola yotqizamiz, qara. Mana bu shuligini qaranglar. 1 2 3. O'rtoqlar, yuzingiz sachib ketdi. Mana buni qarang o'rtoqlar. Kolani tashadi bo'ldi. Va ana bo'lmasa ananasni navbati. Ananasni esa bolg'a bilan uramiz. Ketib yotqizib turib buni ham. Davay. O'rtoqlar, ananas ham pachaq chiqib ketdi. Ananas ichida qurt yuribdi.
Va o'ylashim bo'yicha do'stlar, bu qurollarni qanaqa baquvvatligini tushundinglar. Va endi bo'lmasam telefonni sinab ko'ramiz. Endi bo'lmasam do'stlar, biza bu 3 ta korobka eksperimental challengedan boshlay bo'ladi. Va mana o'rtada telefon turib ko'rasizlarmi? Mana ishlayotgan YP'ngi telefon mana. Va bu telefonni soldik va endi bo'lmasa hozir operatorimiz bu korobkani chalkashtiradi va qarmagan holda bitta korobkani tanlab, o'zimiz tanlagan qurol bilan uramiz. Davay, biz qaramay turamiz. Bo'ldimi? Ana endi sizlar hozir ikki tarafdan ikkita qurol ko'rsatsangiz, bir taraf tanlab turib o'sha qurol bilan uraman. Ana endi bo'lmasa men hozir bu korobkani nima bilan parchalashimni aniq olaman. Ya'ni qurolni tanlayman. Men bu tarafdagi qurolni tanlayman. O, mana. Oy, xo'p. Rezinali maltok chiqdi va men o'rtadagi korobkada bo'layman. Va agarda bu telefon bo'lmasa 100 so'z men sindiraman. Mana. Telefon? Yo'q. Ana endi bizda ikkita korobka qoldi. Ana endi kim uradi? Men. Maqsud, liboy tarafdan qurol tanla. Bu. Bu вообще maxshi-ku. Hop, qaysi korobkani urasan? Mana shunisini. Bo'l, davay, ur. Agar telefon bo'lsa, teshaveradi. Uy! Voy, bilet, o'to'la nimadir singan ovoz eshitildi. Sindimi? Yo'q, sinmabdi. Hammaylar, ana endi bo'lmasam o'rtoqlar savdolanamati va oxirgi korobka va bu korobkaning ichida telefon bor. Va hammaylar qaysi qurol bilan urishingizni aniq qilamiz. Men aytaman, men oxiri baribir sindiraman-da, 10 million so'mlik bo'lib ketaman bugun. Xohlagan tarafingizdan qurol tanlang. Bu tarafdan. Mana. Tayyormisiz? Da. Davay. Oy, uring qatora, uring. Men o'zim uring buni bering. Hech yo'l qilmagan bu telefonga. Qani ham totilo? Voy, buni qattiq dedi lekin hech yo'l qilma telefonga. Bu nima bu telefon? Qaranglar o'rtoqlar, o'sha ketishyapti bizda. Va bu degani biz bugun bu telefonni sindira olmaymiz. Va agarda rostdan biz bugun kun bo'yi harakat qilib bu telefonni sindira olmasak, bu telefonni YP'ngizni obunachimizga sovg'a qilishimiz kerak bo'ladi. Hammaylar, oxirgi usulimiz qoldi. Qanaqa? Telefonni olib, trigining muzlatib qo'yish. Chosam prям muz ichida bo'ladi telefon. Da, shunda men bu kichkina teshiklariga ham suv kiritib, muzlab qolib, ishlamay qoladi. По-любому. Akkumulyator ham точно отказ beraversa kerak bundan keyin. Va shundan keyin mana biz 10 million yutib olamiz. Va hammaylar endi ketdik muzlatishga. Ketdik. Va endi bo'lmasam do'stlar, eng oxirgi umidimiz, ya'ni Honor X9 telefonini yagona buzoladigan umidimiz bu sovuqlik bilan sindirish. Biz issiqlik bilan urinib ko'rdik, suv bilan urinib ko'rdik. Tepadan mana bunaqasiga tashlash bilan urinib ko'rdik, lekin men baland yoki men qattiq tushganim bilan telefonga hech yo'l qilmayapti. Shuning uchun endi biz bu telefonni shunday muzlatib qo'ymoqchimiz. Qara. Qalbindagi maraziligini ochamiz. Mana buni qara. Mana muzdini olib ketaverami? Ana endi qara, yopamiz-da. Telefonni mashina ichiga solib turib suv to'ldiramiz. Va bilsanglar do'stlar, qishda juda qattiq sovuq bo'lganda telefonlar temperatura belgisini ko'rsatib yoki o'z-o'zidan batareyasi tashlaverib o'chib qoladi. Va qani ko'ramiz. Honor X9D telefonda ham shunaqami yo'qmi? Va mana o'rtoqlar, suv to'ldi, ha? Ko'rasana mana, ishlayapti, ko'rasana? Ekranni yoqamiz. Bo'ldi, ana endi ketdik, marzlik solamiz. Menimcha bo'ldi, o'zi shuni ustida o'zi muzlab qoladi. Va ana bo'lmasa rovni 1 soatdan keyin ochib ko'ramiz. Va shu tarzda biz 1 soat telefonni muzlashini kutdik. O'rtoqlar, o'sha oradan 1 soatdan ko'p vaqt o'tdi. Va endi ko'ramiz. Bu telefon muzladimi yo'qmi? O'rtoqlar, telefon muzlab qolibdi shu. O'xti, menimcha buzildi. Hop. Voy. Qara. Muzlab qo'ygan o'rtoqlar. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Mana shu muzlab olsa telefon yotdi va mana qara, mana bularga даже muzlab qara. Zarka joylari muzlab qolibdi hali. O'rtoqlar даже kolonka joylari muzlab qolibdi hamma. Hamma yog'i muzlab ketdi, qo'limizda ketdi. Va endi bo'lsam do'stlar, eng qiziq joyi. Telefon 1 soatdan ortiq muzdek holdan turib, muzlab qo'ygandan keyin ham ishlaydimi yo'qmi? Va bir kuch. Yo'qmi? Yo'q. Sensorda ham qara, hech qanaqa qochish yo'q sensorda ham. O'rtoqlar, bu Honor telefoni mana qara, bitta ko'rsin. Agarda shunda ham sinmagan bo'lsa bilmayman. Shunda ham sinmagan bu. Bilmayman, agar o'rtoqlar, mana bu telefon shuncha muzga turib ham sinmadi. Va mana shu paytda telefon muzlaganiga, to'g'risini aytsam, men uncha ko'nglim to'lmadi. Va men shu eksperimentni yanada qiylashtirib, qaytadan takrorlab ko'rdim. Da, bilaman do'stlar, muz javnaqa biz o'ylaganchalik to'liq muzlagani yo'q. Shuning uchun ham biz mana shu telefonni 24 soatga muzlatib qo'ydik. Uyga kelgandan keyin ana endi biz Honor X9D telefonini 24 soat muzlab turgandan keyin ham ishlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Voy, bu telefonni qara, ekranni ol. Ana endi ham men 100 hozir men qo'lim turgan bu muz ichidagi telefon milliard foiz ishlamaydi. Voy, bilan 100 imkon tish qoldi. Voy, yonmayapti. Menimcha buzildi. Hozir o'rtada patni soldim, shu bu muzni urib sindirish uchun. Hamma do'stlar, ana endi bu muzni sindiramiz, ket. Voy, ichida suv qarang ichida suv. Muzni qarang, muz. Даже ekran mustahkamga qaranglar. Voy, mana qo'lim muzlab ketdi. Men o'ylashim bo'yicha biz o'sha 10 million so'm ishlab oldik. Ekran yonib ketdi. Yo'q do'stlar. O'sha ekran yonib ketdi. Qanaqasiga o'rtaroq hozirgina muz tagidan ochdim. Bor kuchim bilan urdim.
Mana qara telefonni zid tushgan ko'ryaptim. Mana o'rtoqlar mana telefon hozirgina chiqdi va buni yoqamiz. Qara. Ishlayapti. O'rtoqlar 24 soat mana shu muzda turdi. Muzni qaranglar, qalinligini qarang. Shu darajada qalin muzda turib bu telefonga cho'liqmadi. Mana hech cho'liqmayapti. Muhammed do'stlar, va'da Honor kompaniyasi bizga telefonimizni sinovdan o'tkazdi. Agarda biz aytgan gaplar yolg'on bo'lsa, senga 10 million so'm beraman deyishgandi. Lekin ular aytgan gap rost bo'lib chiqdi. Bu biz ishlab ko'rganimiz. Va'da sizlar uchun mana shu YP'ngisi mana hali umuman ochilmagani. Agar siz mana shu baqqa telefon yutmoqchi bo'lsangiz, atigi 3 ta shart bor. Birinchi sharti, mana shu videoga like bosasiz. Ikkinchi sharti, kommentariyaga Honor deb yozib qoldirasiz. Uchinchi sharti esa Telegram kanalimga obuna qo'yasiz o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Mana shu telefon baribir sinmadi. O'zim misol bu telefonni tutaman, chunki ekstremal narsa kerak bo'ladi. Da. Biz esa shu bilan videoni tugatamiz. Unday o'rtoqlar video qattiq fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha chao. Aytgancha keyingi video chet eldan bo'ladi. Qaysi to'g'risini yozib qoldiringlar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada Omonxon Kal deb yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz, kim videoni oxirigacha ko'rar ekan.